obyektimizga keldim. Bu yerda terrasa ko'kalamzorlashtirilyapti. Hozir misliga ko'rsataman. Yana bitta obyektimizda terrasani ko'kalamzorlashtirish ishlarini boshladik. Zakazchika xohishiga ko'ra 500 zilon o'simliklar 85% ekilyapti. Bugun ikkinchi obyektimizni obxod qilyapmiz va kamchiliklarni to'g'rilab ketyapmiz. Ovqatim bu mana shunaqa burger. Xullas ob'edeniya. Bugun kunim u tashkilotdan bu tashkilotga o'tadigan kun. Mana hozir temir yo'llarga ham kirib chiqdim va bir ikkita hujjatli ishlarimizni hal qilib chiqdim. Dedi birdan. Ortiqchasiga как чуть tilidan prihod